Va alaykum assalom. Xolajon, biz suv ta'minotidamiz. Sizni hisoblagichingizdan almashtirishimiz kerak edi. Xo'p, bolam, xizmat. Pasport ma'lumotlaringiz o'zgargan shekilli. Bizda eskisi bor ekan. Yangi ma'lumotlaringizni aytib yuborasizmi? Ish qilib pul olmaysanlarmi? Yo'q, sizdan pul so'ramaymiz. Faqat ma'lumotlarni bersangiz bo'ldi. Ha, to'xtab tur, hozir. Adi. O'zini suv ta'minoti xodimi deya tanishtirgan firibgar tomonidan aldangan fuqaro tomonidan dasturimizga murojaat kelib tushdi. Unda aytilishicha, payshanba kuni soat 9 da ertalab Damashniyda telefon bo'ldi. Ko'tardim. Siz Afanasiyeva Muborak Ergashevni, men aytdim, ha, aytishdiki, unaqa biz vodokanaldan hozir unaqa счетчикlarni almashtiryapmiz. Yoki 14-aprelda unaqa sizga qo'ng'iroq qilamiz. Anaqa qachon vaqtingiz bo'lsa kelamiz, almashtiramiz. Aytdiki, anaqa pasportmi yoki IDmi? Men aytdimki, ID. Aytdiki, bizda anaqa sistemada anaqa eski pasport anaqasi, shuning yangisini ayting. ishondingiz. Ishondim shuni anaqa. Demak, sizga qo'ng'iroq qilishdan avval ular ma'lumot to'plagan ekanda. Aha. O'tqatdan olishdi, bilishdi. Bilmayman. Shuning uchun anaqa ishondim. Aytdiki, qo'rqmayman, moshenik emasman. Suvni yopib qo'yamiz, dedi. Agar ma'lumotlar aytmasa, suvni yopib qo'yamiz degan. Shundan keyin qo'rqib ma'lumotlaringizni aytdingiz. Mana qildim-da, shunda yopib qo'yishadi. Shundan keyin fuqaro suv ta'minotining kal markaziga qo'ng'iroq qilib, hisoblagichni almashtirish uchun qachon kelishlarini so'ragan. Bunaqa qo'ng'iroqlar bir necha marta bo'ldi. Mana o'zingiz guvoh bo'lib turibsiz. Shu hududiy nozirlarimizgacha hattoki mana fuqarolarimiz qo'ng'iroq qilib, ana shunaqa holatlar bo'layotganligi, aqlli hisoblagichlar o'rnatib berasizlarmi, yo'qmi o'zi? Falon kuni menga qo'ng'iroq bo'lgan edi. Qachon kelasizlar degan savollar bilan murojaat qilish holatlari juda ham ko'paydi. Hududiy nozirlarimiz mana shu qo'ng'iroq bo'lgan xonadonlarga kelib tushuntirishdi. Ya'ni bu firibgarlik alomati ekanligini, hech kimga hech qanday ma'lumot bermaslik kerakligini. Ular firibgar ekanligini bilganingizdan keyin qanaqa harakatlandingiz? Inspektor aytdiki, boring anaqa единое окноga, и o'tda anaqa запрет на кредит dedilar. Lekin bordim u yoqqa, и o'tda запрет qilishdi. Yagona darchaga bordim. Inspektorga katta rahmat. Bizning nafaqat shahar ko'l markazimizga, balki o'sha tumanlardagi dispetcherlik xizmatlariga ham bunaqa murojaatlar ko'paydi. Ya'ni xonadonimizga telefon qilib, noma'lum raqamdan qo'ng'iroq qilib, biz vodokanaldamiz. Soddaroq aytganda, suvsozdanmiz, falonchi, balki u yo'q familiya ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun iltimos qilardiki, mana shunday qo'ng'iroqlar bo'lganda, bizdan avvalo o'sha xodim bormi, yo'qmi so'rasin. Avvalo o'zi bizning xodimlar qo'ng'iroq qilmaydi. Ya'ni agar mahallalarda suv hisoblagichlar o'rnatiladigan bo'lsa, mahalla fuqarolar yig'inlari orqali ma'lumot beriladi bu haqda. Ya'ni mahalla fuqarolar yig'inlarida vaqtinchalik shtablar tashkil qilinadi. Mana shunaqa hisoblagich o'rnatish bilan bog'liq bo'ladigan masalalarni ana shu shtablarga chiqib mutaxassislardan javob orqali o'sha o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishlari mumkin bo'ladi. Lekin hozir unaqa bo'lmayapti. Ayniqsa mana shu yoshi katta, mana shu ijtimoiy tarmoqlardan yoki bo'lmasa mana shu nima deydi, axborot maydonidan uzilib qolgan yoshi katta insonlarni aldab kelishyapti hozir firibgarlar. Hozir oxirgi kuzatuvlar shunaqa bo'lyaptiki, mana shu pensionerlar, mana shu nima deydi, ko'p ma'lumotlarga ega bo'lmagan fuqarolarimiz mana shunaqa firibgarlarni tuzog'iga ilinib qolish holatlari ko'p bo'lyapti. Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati mana shu Fransiya bilan boshlangan loyiha doirasida bo'yapti aqlli hisoblagichlarni. Bu hisoblagichlar mutlaqo boya mutaxassis aytganingizdek mutlaqo bepul. Hech qanday ma'lumot talab etilmaydi, chunki barcha iste'molchilarga bog'liq bo'lgan ma'lumotlar bizning bazamizda shakllantirilgan. Faqatgina mana shu xonadonlarga erkin kirib chiqishga ruxsat berilsa bo'ldi. U maxsus komanda bo'ladi, guruh bo'ladi. U yerda o'sha o'rnatuvchi, tamg'alovchi va o'sha bazaga kirituvchi biz mutaxassislarimiz bo'ladi. Va eng qizig'i, mahalla vakillari birgalikda boradi xonadonlarga. Shunga alohida e'tibor berish kerak. Sizning xonadoningizga agar begona odam keldimi, uni albatta shaxsini aniqlashga harakat qilish kerak. Chunki bugungi kunda mana shu suvsozlanman deb xonadonlarga kirib borayotgan mashinniklar, ya'ni firibgarlar soni juda ham ortib ketgan. Alo, assalomu alaykum. Toshkent shahar suv ta'minoti ishladi. Aha, hisob raqamingizni ayting. Aha. Yunusobod 476 kim Yelena. Счетчик anaqasi bo'yicha kelishyaptimi hozir? Счетчик qo'ygani? Pul talab qilinyaptimi sizdan? Yo'q, hozir bizda
Yangi hayot, Sergeli va hozir Yakkasaroy tumaniga o'tishi ham bu masala bo'yicha aqlli suv hisoblagichlar o'rnatish mutlaqo bepul va sizdan ma'lumot, pasport kopiya talab qilinmaydi. Bizning xodimlarimiz borganda qo'lida udostreniyasi bo'ladi, guvohnomasi. Ular bitta o'zligi borishmaydi, 3-4 odam bo'lib xodimlar borishadi. Va shaxsiy ma'lumotlaringiz bizga kerak emas, bizda bor bu narsa. Biz so'ramaymiz borganda. Firibgarlarga aldab qolmang. Bizga taqdim etilgan ma'lumotlarda aytilishicha, so'nggi 2 hafta davomida aynan mana shunga o'xshash firibgarlik holati yuzasidan ma'lumotlar markaziga 50 ga yaqin murojaatlar bo'lgan ekan. To'g'ri aytasiz. Bizga ko'p murojaatlarda aholimizdan shunaqa murojaatlar tushyapti. Aholiga uy telefonlariga qo'ng'iroq qilib, ulardan pasport ma'lumotlarini, shaxsiy ma'lumotlarini talab qilishyapti. Yangi счетчик o'rnatib beramiz. To'g'ri, bizda aqlli счетчиклар o'rnatilish boshlangan. Ular mutlaqo bepul va buning uchun bizga abonentlarning shaxsiy ma'lumotlari kerak emas. Chunki bizning ma'lumotlar bazamizda bu narsalarning hammasi shakllantirilgan. Shuning uchun fuqarolardan iltimos qilamiz, bunaqa odamlarga aldanib, shaxsiy ma'lumotlarini hammaga beravermasligiga. Lekin bizga ularning shaxsiy ma'lumotlari kerak emas, aqlli счетчик o'rnatish uchun. Bordiyu siz mana shu holatda shaxsiy ma'lumotlaringizni o'sha qo'ng'iroq qilgan odamga ma'lum qilsangiz, kim bilsin u nima maqsadda foydalanadi? Balki nomingizga kredit rasmiylashtirishi yoki o'z manfaati yo'lida yana qaysidir maqsadlarda foydalanishi mumkin. Shunday ekan, kimdir sizga qo'ng'iroq qilib, shaxsiy ma'lumotlaringiz haqida so'rayaptimi? Darrov qaysi tashkilotdanmiz desa, o'sha tashkilotni kall-sentrlarga, ma'lumotlar markaziga qo'ng'iroq qilib ogohlantiring. Bu sizni kelajakda aldanib qolishingizdan asraydi. To'g'rimi? To'g'ri.